Mahsulotga nisbatan eng yomonlashgan savollardan biri bu tashqi omillarga chidamlimi? Yomg'ir, qorlarga hech qanaqa defekt bildirmaydimi? Yangi innovatsion mahsulot tushunamiz. Shu sababdan biz o'z mijozlarimizga bu javobni qaytarishdan, qayta javob berishdan charchamaymiz. Ko'rinishni to'g'risiga tashqariga bitta namuna qilib qo'yganmiz. O'rtoqlar, ko'rib turibsizlar, bugun yomg'ir yog'di. Mana shu tashqarida turgan obrazets nechta qor, nechta yomg'irni ko'rdi. -30 gradusdan +80 gradusgacha bemalol chidab beradi. Mana ko'rib turibsizlar, yomg'ir tomchilari turibdi ustida. Hech qanaqa defekt belgilari yo'q. Mahsulot zavoddan qanaqa holatda kelgan bo'lsa va namuna sifatida qanaqa o'rnatilgan bo'lsa, o'z sifatini, o'zini holatini yo'qotmagan holda mana 6 oydan beri shunday holatda turibdi. Ishlab chiqaruvchi sifatida ayta olamizki, mahsulotga 10 yildan 15 yilgacha kafolat bera olamiz. Siz shunchaki showroomga kelasiz, o'zingizga yoqqan teksturani tanlaysiz, usta qidirish, kerakli instrumentlarni qidirishga hojat yo'q. Barchasi mana shu zalning o'zida hal bo'lib ketaveradi.